Bu videoni hamma narsani pulga bog'laydiganlar ko'rish kerak. Siz obuna bo'ling, barchasini tushuntiraman. Tanishing, bu 15 yoshli perulik Kliver Sanchez. U futbol sharhlovchisi bo'lishni orzu qiladi. Kliver bir necha kun oldin Libertadores finali uchun 18 soat avtobusda yurib Lima shahriga yetib keladi. Qiziq tomoni shundaki, Kliverda bu o'yinga kirish uchun na bilet olish uchun puli va ruxsatnomasi bor edi. Shu sababdan ham uni stadionning tashqarisidan ortga qaytarishadi. Biroq bolakay taslim bo'lmadi. U kostyumini kiydi-yu, stadionni balanddan ko'rish mumkin bo'lgan tepalikka chiqdi va ijtimoiy tarmoqlarda jonli efirni yoqib, o'yinni sharhlashni boshladi. Eng qiziq tomoni, o'sha translyatsiyani 47 mingdan ortiq odam jonli tomosha qildi. Keyinchalik esa videolari 10 millionlab ko'rildi. Bolakayning bu iste'dodi butun Peru bo'ylab tarqaldi va uni rasmiy telekanal Peruning eng yirik uchrashuvlaridan birini sharhlashga taklif qildi. Hatto u sevimli futbolchisi bilan uchrashdi va undan futbolga qabul qilib oldi. Eng quvonarli tomoni esa u 11-dekabr kuni Chempionlar Ligasi doirasidagi Real Madrid va Manchester City o'rtasidagi uchrashuvga rasmiy mehmon sifatida taklif qilindi. Insonda orzu, mehnat va jasorat bo'lsa, qanday eshiklar ochilishini ko'ryapsiz. Siz ham o'ylagan ishingizni qiling bo'ldi. Yo'llar albatta ochiladi. Hamma narsani ham pulga bog'layvermang. Bu videoni esa Kliver kabi qaytmas tanishlarga yuborib qo'ying.